فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. Ya Allah, sen bandang Horunga musulmonlarga hukmronlik qilish bilan sinov berding. Bas uni o'zingga ma'qul keladigan tarzda amalga oshirishga menga yordam ber. Allohim, og'irligini olib yengilligini berguvchi o'zingsan. Ulamolar quvvatim bo'lsin. Doimo samimiy maslahatchilarni hamroh etgan. Ey rahimlilarning rahimlisi bo'lgan zot. Ularni menga yordamchi qilgan. Yarashmas olimning sha'ni shaxsiga, yo'qsa xira tortib labidning oti. Birinchi bo'lardim ash'or bahsida, muhallab urug'i Yazidning qavmi. Xo'sh, rozimsan do'stim? O'zing bilasan, jon deb rozi bo'lardim. Ammo Mu'tazililardan biri bo'lgan Marisining yaqin odamidan biroz xavfsirayapman. Yo'q, aslo unday emas. U yaxshi odam. U senga biror ziyon yetkazadi deb o'ylamayman. Senga nima deyishni ham bilmay qoldim. To'g'risini aytganda, boshga bitgan balo bo'lding. Boshimni aylantirib yubording. Yo'q. U yaxshi odam. Uyingga ijaraga qo'yishingdan avval men seni u bilan tanishtirib qo'yaman. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Ismini nima deding? Ahmad ibn Abi Duvat al-Yadi. Yadi? Allohning panohiga omonat topshirdim bolam. Alloh ishingni o'ngidan qilsin. Sizni Alloh o'zi asrasin, onajon.
Bu yerda nima qilishyapti ekan, a? Xufiyona bir ish qilishayotganga o'xshaydi. Yangiliklar sen yoningga kelmaydi. Ularni o'zing qidirib topishing kerak. Farroj, qidir. Gaping rostmi, Ashras? Ha, bu Abdurahmon. Bugun asr vaqtida bir odamimizni qo'lga olishibdi. Qanday qilib? Oramizdagilardan bir kishi yordam bergan. Qo'lga tushgan yigit hech narsadan qo'rqmaydi ekan. Har yerda o'z fikrini baralla ayta oladigan qaysar yigitlardan edi. Kimdir uni sotganga o'xshaydi. Ehtiyot bo'lish kerak deganimda, hammangiz meni ustimdan kulgan edingiz. Bu urush Harun islomga qarshi jang boshlabdi. Alloh o'zi bizni qo'llaydi. Nimaga asoslanib sen Qur'onni maxluq deding? Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo. Albatta, agar sen shaytonning so'ziga kirib shunday degan bo'lsang, kofirsan. Qanday qilib Allohning diniga qarshi bunday tuhmat qilding? Qanday jur'at etding? Men tirik ekanman, saltanatim ostida bunday holat bo'lishiga aslo yo'l qo'ymayman. Oy munofiq, meni eshitib ol. To'g'ri yo'lga, Allohning haq diniga qaytishingga so'nggi imkonni beraman. Agar shunda ham tavba qilmasang, Harunning Robbisi haqqi qasam ichib aytamanki, seni o'zingga o'xshaganlarga ibrat qilib qo'yaman. Eshityapsanmi? Ibrat qilib. Men so'zimdan qaytmayman. Sizning hukmingizga topshiraman. Aybini tan oldi. Jazo berish uchun hukm chiqaring. Har bir inson bilib qo'ysin. Harun ar-Roshid Allohning dinini buzuvchilarni aslo kechirmaydi. Olib ketinglar buni. Yo'qol. Mana Ahmad, ilm talabida hadis to'plash maqsadida sayohatga ham chiqdik. Faqat sayohatni ko'zlab yo'lga tushganimizda bundan zerikib qolgan bo'lar edik. Kunimiz behuda o'tardi. Sayohatga chiqqanimizga afsusdamisan, Ahmad? Yo'lga chiqqanimizda juda ham hayajonda eding. Bilmadim. Allohga ayon. Negadir mening baxtim to'liq emas. Qalbimda g'am qayg'u bor. Onangni tashlab ketganing uchun xafasan, shundaymi? Bilmadim. Shu sayohatga chiqaman deb xudbinlik qildimmikan? Onamni bir o'zini yolg'iz qoldirganimga afsuslanyapman. Do'stim, seni sayohatingni onangni o'zlari istab qo'llab-quvvatlagandilar-ku axir. Ha. Shunday, ammo ular meni kuzatayotganlarida xafaliklarini sezdim. Ular mendan buni berkitdilar. Baraka top Qosim, agar bu xabaring rost bo'lib chiqsa. Ha, gaplarim rost hojam. Ja'far al-Barmaki Yahyo ibn Abdulloh at-Tolibiyni zindonidan qochirib yubordi. Men u haqida so'raganimda, ular menga Tolibiy zindondan chiqib ketganligini aytdilar. Barakalla Qosim. Bunday xabar uchun ustingdan zar sochsam ham arziydi. Barakalla. Bo'ldi endi, shu oilangni o'ylab g'am chekavermagin. Ularni uchratish peshonangga yozilgan bo'lsa, ularni allaqachon uchratgan bo'larding. Allohning irodasi va qadariga aslo shubha qilmayman. Lekin ularni xayolimdan chiqara olmasam nima qilay? Ularni hatto shu uyning burchaklarida ham ko'raman. Go'yoki doim yonimdalar. Ular bilan xayolan suhbatlashaman. Xuddi ulardan hech qachon ayrilmagandekman. Tushunyapsizmi? Axir oradan shuncha vaqt o'tdi. Ularni topishning iloji yo'q. Iloji yo'q. Yo'q, Marvon. Men umidimni zinhor uzmayman. Allohdan ularni topishni umrimni oxirigacha duo qilib so'rayman.
Shahar imomi Yazid ibn Xorunning ma'ruzalarini tezroq eshitgim kelyapti. Kutayotganimizga hali ko'p vaqt ham bo'lgani yo'q. Ko'rishing bilan bilimdon ustozimizga ishtiyoq bilan ergashasan. Unga bo'lgan ixlosingni juda ham yaxshi bilib turibman, Abu Abdulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Men pishib yetilgan yuzlarni ko'ryapman. Hosilni yig'ish vaqti kelganga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bolamni o'ylab aqldan ozay deyapman, Ummi Xolid. Qanday qilib yolg'izgina o'g'limni uzoqlarga jo'natib yubordim? O'zim xohlaganimdek ilm yo'lida ketganligi menga biroz tasalli beryapti. Uni o'zim doimo ilmga rag'batlantirib keldim. Kunlarim shunchalik mazmunsiz va sekin o'tyaptiki, asti qo'yaverasan. Xuddi uni yo'qotib qo'yadigandek qo'rqib ketyapman. Endi shuncha oy va yillarni qanday o'tkazaman? Alloh o'zi mehribon, Ummu Ahmad. Ahmad yo'qligida yolg'iz o'zing qiynalib qolmaysanmi? Ahmad ketishidan avval bularni o'ylab qo'ygandi. Qarindoshlarimizning bir o'g'li bilan ajrashgan qizi bor. Ular men bilan turishga rozilik berishgan edi. Qolaversa, qo'ni qo'shnilar bor. Xavotir olma. Hammasi yaxshi. Hoy sen. Ha, senga aytyapman. Labay shayxim. Isming nima? O'quvchingiz Ahmad ibn Hanbal ash-Shayboniyman. Bag'dodda hadis saboqlarini kimdan olgansan? Abu Hanifaning izdoshi bo'lgan qozi Abu Yusufdan ta'lim olganman. So'ngra Shayx Hoshim ibn Bashir al-Vasiti rahimahullohdan tahsil olganman. Shayx Hoshimdanmi? Ajoyib inson. Uning vatani shu shahar ekanidan xabaring bordir? Ha, bilaman ustoz. Men hazil qilganimda senga yoqmadi. Yuzingni burishtirganingni ko'rdim. Afv eting ustoz. Biroq men hazilni xushlamayman. Ayniqsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislari o'rganiladigan darslarda. Sallallohu alayhi va sallam. Yana biror gapingiz bormi ustoz? Yo'q o'g'lim. Bora qol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va Yaxshi qoling, shayxim. Sizlar ham yaxshi boringlar. Onajonim, sizni juda ham sog'indim. Sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilasiz. Siz qanchalik qiynalayotganimni bilsangiz edi. Hayolim faqat senda, bolam. Qayerlardasan, Ahmad? Qaysi makondasan? Qaysi osmon ostidasan? Ochmisan? To'qmisan? Uxlayapsanmi? Yo bedormisan? Aziz o'g'lim. Doim yuragimning to'ridasan. Gapir, nima gaplar Abul Abbos? Nima desam ekan? Hech narsani yashirmasdan gapir, ayt deyapman senga. Gap shundaki, hojam, Jafar to'g'risida shundaymi? qayerdan bildingiz, Hazrati oliylari? Savolim uchun meni afv eting. Buni bilish uchun juda aqlli bo'lish shart emas, Abul Abbos. Doim Jafar al-Barmaki haqida gapirmoqchi bo'lsang, qo'rqamanki, lekin hojam deb boshlaysan.
Mutlaqo haqsiz hojam, ammo bu safar gaplarim nihoyatda jiddiy. Xabarim sizni xursand qilmaydi deb o'ylayman. Qachon Jafar haqida xursand qiladigan gap aytgansan o'zi? Doim bir balolarni boshlab yurasan. Gapir dedim men senga, gapir. O'tir. Jafar al-Barmaki Yahyo ibn Abdulloh at-Tolibiyni qamoqdan chiqarib yuboribdi. Buni unga meni buyurmagan deb o'ylayapsanmi? Yo'q, aslo. Mo'minlar amiri Tolibiy kabi xoinni ozodlikka chiqarish buyrug'ini berishi mumkin emas. Mo'minlar amirini yaxshi tanigan har qanday odam munofiq tolibiylarni qanchalik yomon ko'rishingizni, ularga yaqin bo'lib yordam berganlarni qo'llab-quvvatlamasligingizni biladi. Bilib qo'y Abu Abbos. Men tolibiylarni yomon ko'rmayman. Men ularni doimiy ravishda o'zlarining buzuq aqidalarini tiqishtirib kelayotganlariga chidab tura olmayman. Shuni aytaman-da hojam. Yahyo ibn Abdullohning kechirilishi ularning o'z g'oyalari yo'lida ilgarilab ketishlariga imkon beradi. Sizning bu ishga bo'lgan munosabatingizni bila turib Jafar al-Barmakiyning qilgan ishidan dahshatga tushdim. Umid qilamanki, Abu Abbos, menga rost gapiryapsan. Agar gaplaring yolg'on bo'lsa, Yahyo ibn Abdullohga qo'shib o'zingni ham qamoqqa tiqaman. Agar Yahyo ibn Abdulloh hozir qamoqda bo'lsa, unda men ham bundan ortig'iga loyiqman hojam. Ko'ramiz, Abu Abbos, ko'ramiz. Oldingi keltirilgan hadisda Yahyo ibn Said aytadi. Salim ibn Abdullohdan shunday deganini eshitdim. Ma'zur tuting ustoz. Nima deysan? Yuqoridagi hadisda eshitdim degan so'z yo'q. Faqat Yahyo ibn Said Salim ibn Abdullohdan deyilgan. To'g'ri aytding. Ibn Hanbal aytganidek yozinglar. Nega bu qiz hech meni xayolimdan ketmaydi? Nega bu qiz haqida ko'p o'ylayveraman? Balki uning gapirgan gaplari meni yuragimga qattiq ta'sir qilgandir. Balki uning hayotda ezilganidan ko'nglim bo'shashib ketgandir. Opam rozi bo'lganda edi, uni o'sha zahotiyoq sotib olgan bo'lar edim. Ammo u opamga yoqmayapti. Hammasiga o'zim aybdorman. Bor gapni opamga ro'y-rost aytib berishim kerak edi. Uni sotib olgim kelayotganligini ayta olmadim. Mayli. Uni ko'ndirishga yana bir urinib ko'raman. Ahvollaring yaxshimi, Abul Fadl? Alhamdulillah, yaxshiman, hojam. Qanday yangiliklar bor? Hozircha yangiliklar yo'q, hojam. Saltanatingizda hammasi bir maromda ketyapti. Xudoga shukr, bari siz istagandek. Alhamdulillah. Zindondagi Yahyo at-Tolibiy qay ahvolda? Hali ham umid qilib o'tiribdimi? Hali ham o'sha fikrlaridan qaytmadimi? Yo'q, hali ham umid qilyapti, hojam. Seni qamoqxonang qanaqa o'zi? Hamma qamoqxonalardek. Ozginagina sharoit va qiynoqlar. Shundayligini qasam ichib ayta olasanmi? To'g'risi, rostini aytadigan bo'lsam, bunday emas, hojam. Xo'sh, ayt. Ozgina sharoit va qiynoqlar dedingmi? Tushundim hammasini. Uning tarafdorlari g'oyib bo'lib qolganlardan so'ng, mo'minlar amirining xavotirini bilganligim tufayli uni uzoqlarga surgun qildim. Endi u bizga hech qanaqasiga ziyon yetkaza olmaydi.
Barakalla. Yaxshi qilibsan, Abul Fadl. Xuddi men o'ylaganimdek ish qilibsan. Aytmasimdan bajaribsan. Necha yillardan buyon xizmatingizdaman, hojam. Sizga xiyonat qilishni xayolimga ham keltirmaganman. Ijozatingiz bilan endi men boray. Mayli, bora qol. Sog' bo'l. Allohning panohiga. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ibn Hanbal. Labbay ustoz. Kel, yonimga kelib o'tir. Ustozing yoniga kelib o'tir dedim senga. Bugundan boshlab shu yerda o'tirasan. Bu yerdan boshqa joyga o'tirmagin. Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Hanbalga o'xshab sen ham ilm olish uchun boshqa shaharga ketmaganingga hayron qolyapman. Sendan yashirib o'tirmayman. Bu ishlarning hammasi jonimga tegdi. O'qish va darslardan juda ham charchadim. Hubayr amakimdan devondan biror ish topib berishni so'ramoqchiman. Keyin bir qiz topib unga uylanaman. Mana shunaqa gaplar. Ha, ilm olishni davom ettirmaysanmi? Ilm olishni davom ettirsak, umrimiz kitob o'qish bilan o'tib ketadi, do'stim. Shu yerda ham anchagina hadis o'rgandim. Shuni o'zi yetarli emasmi? Shuncha o'qiganim kammi? Ibn Hanbal esa Malik ibn Anas kabi olim bo'lmoqchi. Hech qachon unday bo'la olmaydi. Olimlar zamoni Abu Hanifa Nomon va Malik ibn Anas rahimahullohlar bilan o'z yakuniga yetdi. Yo'q. Gaping noto'g'ri. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ummati xayrli ishda bardavom bo'lishlari kerak. Ayniqsa hozir o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar ko'p. Birinchi gaping to'g'ri, boshqa gaplaringga qo'shilmayman. Menga aytchi, kimdan o'rganish kerak? Ha, aytgancha Shayx Marisiydanmi? Shundaymi? Yo'q, unday emas. Mayli, o'zingni bos. Jahling chiqmasin, hazillashdim. Abu Abdulloh, nima bo'ldi senga? Muhammad. Ha, do'stim. Tobing qochdimi? Yaxshiman. Alhamdulillah, sog'man. Qanaqasiga yaxshi bo'lasan? Axir qora terga botib ketibsan-ku. Nega menga aytmading? Badanim titrab ketyapti. Kechadan beri isitmalashim to'xtamayapti. Hozirroq tabib olib kelaman. Yo'q, olib kelma. Unga to'lashga pulim yo'q. Menda bor. Zamzam suvidan olib kel. U menga shifo bo'ladi. Xo'p, hozirroq keltiraman. Alloh sendan rozi bo'lsin. Sizni bugun kechki ovqatga taklif qilmoqchi edim. O'tirib birga hordiq chiqarmaganimizga ham ancha bo'ldi, hojam. Men ham sen bilan jon deb dam olgan bo'lardim, Abul Fadl. Ammo Ummu Muhammadning biroz tobi yo'q. Uning yonida bo'lishim kerak. Abu Hoshim. Ha. Mo'minlar amiri hech qachon bizga rad javobini bermagan edilar. Senga va'da beraman. Bu kech yolg'iz qolmaysan. Hozircha do'stlaring davrasiga bor. Men seni o'zim chaqiraman. Amringiz vojib, hojam. Masrur. Eshitaman, hojam. Ibn al-Robiyni chaqir.
soqchilar boshlig'ini ham. Xo'p bo'ladi. Hech qanday shovqin-suronsiz tinch yo'l bilan qilishing kerak. Hech kim oldiga kira olmasin. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, hojam. Tushundim. Masrur, tezroq bo'l. Buni hech kim bilmasligi lozim. Bora qol. Mana endi mendan ko'rasan ziyam. Tayyor tur. Kechasi pismayib ish bajarish qanday bo'lishini bilib olasan. Endi echkilarga ham, qo'ylarga ham cho'pon emassan. Ahmad, uyg'ondingmi? Soat necha bo'ldi, Muhammad? Alhamdulillah, istimang tushganga o'xshaydi. Soat necha bo'ldi, Muhammad? Bilmadim. Tong otay deb qoldi. Alhamdulillah, yaxshi bo'lib qolding. Alloh sendan rozi bo'lsin, Muhammad. Senga katta rahmat. Minnatdorchiliging nimasi? Ertaga Xudo xohlasa birga darslarga boramiz. Tushimda onamni ko'ribman. U juda ham xafa edi. Men uni yolg'iz qoldirib ketganimdan qayg'uda edi. Xavotir olaverma, do'stim. Tushga nimalar kirmaydi deysan? Yo'q, do'stim. Unday emas. Onamni hech qachon bunday yolg'iz qoldirib ketmagan edim. Tezroq Bag'dodga qaytishim kerak. Tezroq. Tezroq deysanmi? Ha. Iloji boricha tezroq qaytishim kerak. Xavotirdan o'lay deyapman. Mayli, xohishing. Ammo 1-2 kunsiz qayta olmaymiz. Sen tuzalib oyoqqa turishing kerak. Undan keyin qaytsak bo'ladi. Hammangiz yaxshilab eshitib oling. Bo'lib o'tgan ish o'tmishda qoldi. Toki Harun tirik ekan, bu hol qaytarilmaydi. Bunga chora ko'rgunimga qadar biror kishining aralashishini istamayman. Bag'dod xalqi avval qanday yashagan bo'lsa, shunday yashash kerak. Hammasi oydinlashmaguncha hech narsa bilmasligi kerak. Sizlardan birontangiz xato qilib qo'ysangiz, hammangiz boshingiz bilan javob berasizlar. Tashvishlanmang, mo'minlar amiri. Hammasi siz aytganingizdek bo'ladi inshaalloh. Hammangizga ruxsat. Ijozatingiz bilan, mo'minlar amiri. Masrur, Buyuring, hojam. bor aytganimni qil. Amringiz bosh ustiga, hojam. Och. Nima qilyapsan, Abu Hoshim? Men mo'minlar amirini buyrug'ini bajaryapman. Abu Fadl. Lekin ortiq bu yerda qola olmaysan. Bo'ysunishga majbursan.
Qani parmakiylar, tezroq bo'linglar. Qani! Kuningiz bitta bo'la qoling dedim sizlarga. Qani, yuring. Qadamingni tezlat. Yahyo, Muso va Fadilni zindonga tashlanglar. Ahli oilasi va bolalariga tegmanglar. Aytganingizdek qilamiz, mo'minlar amiri. Iso, Labbay mo'minlar amiri. Yahyo va uning o'g'illari oldiga hech kim kirmasin. Xo'p bo'ladi, hojam. Endi ham o'z ishiga borsin. Assalomu alaykum, mo'minlar amiri. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ja'far al-Barmaki qo'lga olindi, hojam. Kallasini tanasidan jido qilinglar. Ular Jafarni olib kelmadilar. U boshqa zindonga olib ketilgan bo'lsa kerak. Balki Jafar ulardan qochib qutulgandir. Ja'far qochib ketadiganlardan emas. Jafarni hali ham olib kelmaganliklaridan xavotirdaman. Ular hozir Horunning yonida bo'lsa kerak. Axir ular yaqin do'stlar. Endi bizni Jafarning Horun bilan do'stlikdan boshqa hech narsa qutqara olmaydi. Unga ishonib, o'zimiz bu yerda abadul abad qolib ketmasak bo'ldi. Horun Jafarga azob bermasa kerak. Nuray ibn As-Simbah qochib ketishimiz kerakligini aytganda, yana bir kun kutaylik dedinglar. Mana endi ahvolimizni ko'ring. Endi nima bo'ldi? Endi boshga tushganini ko'ramiz. Sabr qilishdan boshqa choramiz yo'q. Ya Alloh! Bunga ishona olmayman. Men zindonda bo'lsam-a, shu yerda-ya. Ishongim kelmayapti. Masrur. Nega men bu yerdaman? Qanday qilib? Qanday qilib? Mo'minlar amirining buyrug'i bu. Sendan o'tinib so'rayman. U bilan gaplashishimga ruxsat ber. Yolvoraman, Masrur. Boshqa imkoning qolmadi, Abu Fadil. Iltimos, Abu Hoshim. O'tinaman, yordam ber. Xo'p. Yaxshi. Uni jahli chiqqan. Uning g'azabi qanday ekanini yaxshi bilaman. Mendan jahli chiqqani aniq. Jahli chiqqan Horun shaytonning o'zginasi. Aniq bilaman. Hozir uning g'azabi kelgan. Ha, g'azabi kelgan. U bilan ko'rishganimda
Hammasini tushuntirib aytaman. Aslida hammasi boshqacha bo'lganini tushuntiraman. Ha, shunday qilaman. Masrur hozir meni olib ketadi. U hali menga qilganlari uchun qattiq afsuslanadi. Men Xorunni yaxshi bilaman. U achchiqlanganidan shu ishni qilyapti. Men uni bilaman. Uni shunchaki jahli chiqqan. Ha, shunchaki jahli chiqqan. U meni do'stim. Menga azob beradigan ish qilmaydi. Menga azob beradigan ish qilmaydi. Jafarni boshini keltir, Masrur. Hojam, u siz bilan gaplashmoqchi. Mendan yalinib yolvorib, siz bilan uchrashtirishimni iltimos qildi. Shuning uchun yoningizga kelgandik. Men ham o'sha ahmoqni ko'rmoqchiman. Lekin kallasi uzilgan holda olib kelinglar. Bor! Tezroq olib kelmasang, sening ham boshing ketadi. Amrimni bajar. Bor! Xo'p bo'ladi, hojam. Xoyinlar! Masrur adashgan. Xorun bunday qilishi mumkin emas. Shunchaki u jahl ustida bu ishni qilgan. Chunki men hech qanday kechirib bo'lmas xato qilganim yo'q. Lekin nega Xorun bunchalik bordi ekan-a? Oramizdagi munosabat juda yaxshi edi. Ertaga Xorun bilan o'tirib, bo'lib o'tgan ishlarni eslab kulib o'tiramiz hali. Ha, biz kulamiz. Xorun mening do'stim. U meni do'stim. U meni qatl etmaydi. U bunday qilmaydi. Meni hech kim unutmaydi. Chunki men Jafar al-Barmakiyman. Qo'y ahmoqlar, men Jafarman. Xorun Jafarni o'ldirmaydi. Xorun Jafarni jonini saqlab qoladi.